soatda ishlab turishiga bitta baho berib qo'yasizlar. Inaprom 2025 ko'rgazmasidamiz. Bu ko'rgazmada Aquabil kompaniyasi tomonidan eskalatorlarning ichki mexanizmini ko'rsatadigan mana shunaqa stend tayyorlangan. Ana shu stend haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Aquabil kompaniyasi tomonidan taqdim qilinayotgan eskalatorlarning kengligini 600 mm dan 1000 mm gacha buyurtma berish imkoniyatini beradi. Zina poyalari alyumindan ishlab chiqariladi. Bu bo'lsa konstruksiyani yengil bo'lishiga katta yordam beradi. Aquabil tomonidan taqdim qilinadigan eskalatorlarning 30 yoki 35 qiyalik burchak ostida buyurtma berish imkoniyati bor. Bundan tashqari bu eskalatorlarimizni 20 metr balandlikka ko'tarish imkoniyati bilan ishlab chiqara olamiz. Ahamiyat bersanglar, eskalatorning yon devorlarini yoritgichlar bilan yoritib qo'yilgan. Bu yoritgichlarni turli xil ranglarda buyurtma berish imkoniyati ham bor. Ushbu eskalatorlarimizda 12 ta xavfsizlik datchiklari bo'lib, Yevropa standartlariga to'liq javob beradigan eskalatorlar hisoblanadi. Yon tomon devorlarini siz oynali yoki metaldan ishlab chiqarish bo'yicha buyurtma berishingiz mumkin bo'ladi. Bu eskalatorlar tejamkor eskalatorlar hisoblanadi. Sababi eskalatorlardan hech kim foydalanmayotgan bir vaqtda avtomatik tarzda o'chadi va elektr energiyani tejashda katta yordam beradi. Agar sizga ham shunaqa tejamkor va xavfsiz eskalatorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Akfa savdo markaziga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Xodimlarimiz sizga hisob-kitob qilishda yordam berishadi.